Assalomu alaykum. Men Toyirov Xurshid, oliy ma'lumotli shifokor, kineziologman. Sidalishli nerv bu borada juda ko'p kasallar hozir murojaat qilyapti. Ayniqsa o'sha boldirni tashqi tomonida, voy ko'rsatganimdek, mana bu tashqi tomonda achishib, xuddi o'sha ichkaridan bir ipni achishtirib tortganday og'rish va to'piqni atrofida shishlar paydo bo'lishi, ba'zi barmoqlarning sezuvchanligini, ayniqsa oyoqning tagidagi kaft sohasida, aponevrozida sezuvchanlikni kamayishi bilan kelishyapti. O'shalar uchun maxsus bitta test qilinadigan va effekti yaxshi bo'lgan, og'riqsiz bo'lgan mashqni o'rgatib o'taman. Bu sidalishli nervni davolashda juda muhim hisoblanadi. Chunki bizning nerv sistemamiz, chunki bizning nerv tolalarimiz tortishish xususiyatiga ega emas. Mushak qisqarib bo'shashi mumkin, lekin nervlar bunaqa qila olmaydi. Shu holatdan foydalanamiz. Ya'ni siz agar boshingizni bir tomonga egsangiz, mana oldi tomonga egsangiz, orqa tomondan hamma nervlar boshdan chiqib oyoqning uchigacha borgan. Siz agar boshni egsangiz, pastdagi nervlarni tortgan bo'lasiz. Misol uchun, agar sizda o'ng oyoq nervi tortishgan bo'lsa, demak boshingizni o'ng tomonga egib tortsangiz, o'sha tomondagi nerv tepaga qarab tortiladi. Shuni biz foydalanamiz sidalishli nervni bo'shashtirish uchun. Bu mashq faqatgina og'riqni yengillashtiradi. Uning sababi kasalliklarini davolab bera olmaydi. Ya'ni siz doktorga borib davolanguncha shu mashqdan foydalanib og'riqlaringizni kamaytirishingiz mumkin bo'ladi. Chunki oldingi videolarda aytib o'tganimdek, sidalishli nervni siqib qo'yadigan kasalliklar juda ko'p. Bu umurtqa siljishidan tortib grija, grushevidniy mышца, dumg'aza qiyshayshi, tizza, to'piqdagi muammolar va mushaklar orasida nervni spayka orqali yopishib qolishlari bo'lishi mumkin. Undan tashqari, maliy tazdagi, ya'ni gemoroydan agar siz operatsiya bo'lgan bo'lsangiz, matkadan operatsiya bo'lgan bo'lsangiz, prostatada muammolar bo'ladigan bo'lsa, siydik pufagida muammolar bo'ladigan bo'lsa, bular ham keyinchalik sidalishli nervni siqib qo'yishi mumkin. Ayniqsa koksartroz, aseptik nekroz kasalligi bor odamlarda bo'g'im atrofidagi paylar smorshivitsa qilgani uchun orasidan o'tgan nervni qisib qo'yishini hisobiga doimo ularda koksartroz bilan birga sidalishli nerv tortishi ham uchraydi. Demak, sidalishli nerv tortishib og'riganda, boldirlarda og'riq bo'lganda oyoq oxirigacha ochilmaydi. Ya'ni oyoqni oxirigacha ochsangiz tortish kuchayib ketadi. Shu holatda nerv tortishib turgan bo'ladi. Buni yo'qotish uchun nima qilasiz? Oyoqni to'g'ri qo'yib olasiz. Tortishda o'sha og'riq bor. Shu vaziyatda boshni ozgina oldinga egasiz va ushlab turasiz. Sekin bu yoqdagi tortishish kamayib boshlaydi. Yo'qolgandan keyin ko'krakni oldinga sekin qayirib, boshni oldinga ko'proq egasiz va orqa tomonni ham egishingiz kerak bo'ladi. Bunda nima qilishingiz kerak? Mashqimiz shunaqa. Boshni ko'taramiz, tushiramiz. Ko'taramiz, tushiramiz. Mana shunaqa qilaverasiz. Sekin oyoqdagi tortishish kamayishni boshlaydi. Kamayib to'liq yo'qolgandan keyin yana ham oldinga egilasiz va shu mashqni qilasiz. Og'riq to'liq kamaygandan keyin endi boldirlarni pastidagi tortishni kamaytirish uchun oyoqni uchini ham qo'shamiz. Ya'ni boshga qarab harakat qilish kerak. Ya'ni bosh oldingi paytda oyog'im oldinga cho'zilishi kerak, orqaga qilganda orqaga. Bu mashqni kuniga 5 mahal o'sha og'riqlaringiz sekinlashguncha qilishingiz kerak. Bu 3 minutdan 5 minutgacha bo'lishi mumkin. Bu juda zo'r mashq, faqatgina o'sha og'riq qoldiruvchi dorilar o'rniga sizni og'rig'ingizni ancha yengillashtirib beradi. Bizga keladigan bemorlarning ko'pchiligi o'sha kechasi uxlashga qiynaladi. Tortishib og'rish, boldir achishi, oyoq uvishishini hisobiga, oyoqda qizish, muzlashni hisobiga. Bu mashqni qilgandan keyin hech bo'lmasa 30-40% shu muammo hal bo'ladi. 30-40% degani siz bemalol uxlashingiz mumkin bo'ladi. Og'riq qoldiruvchi dori kamroq ichishga harakat qilishingiz kerak, chunki og'riq qoldiruvchi dori o'sha nervni bloklab qo'yishining natijasida muammo yana ham jiddiylashadi va biz davolashimiz qiyin bo'lib qoladi. Agar sizda ham shunaqa muammolar uchraydigan bo'lsa, grija, suyak yemirilishi, oyoqlardagi tortishishlar, uvishishlar, bo'yin va yelkadagi og'riqlar, qon bosimi va bosh og'riqlari, traynichniy nervdagi muammolar uchraydigan bo'lsa,
pastda ko'rsatilgan raqamlar orqali biz bilan aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bu kasalliklarni ko'rib, MRT, snimkalar, tomografiyalaringizni ko'rib chiqib, aniq diagnoz qo'yish orqali davolaymiz. Bu diagnozlarni oldindan uyingizda turib, rasmga tushirib jo'natishingiz mumkin. O'sha nomerlardan bittasiga faqat 90lik 022 56 00. O'shani Telegram'iga jo'natsangiz, bepul konsultatsiya berib o'taman onlayn ravishda. Shunga qarab keyinchalik kelib lechini olishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun siz snimkani lampaga tutib rasmga olishingiz kerak. Qog'oz zaklutchinalari bo'ladigan bo'lsa, uni oddiy stol ustiga qo'yib rasmga olib tashlashingiz kerak bo'ladi. Boshqa anaqa aytmayman, podpiska bo'linglar. Aytib qo'yay. Agar video foydali bo'lsa, videolarimdagi mashqlar, ulardagi o'sha kasallik haqidagi fikrlar foydali bo'layotgan bo'lsa, podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Bu kanalimizni rivojlanishi va foydali videolarni yana ham ko'proq olishimizga turtki bo'ladi.